Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men Steve Minecraft do'stlar. Bugun sizlar bilan do'stlar men mana kreativdaman ko'rayotgan bo'lsangiz, bugun biz sizlar bilan qishloqda emasmiz do'stlar. Bugun men mana kreativdaman. Bugun biz sizlar bilan do'stlar zamonaviy va kuchli tentlarni ya'ni bombalarni sinab ko'ramiz do'stlar. Hozir unda videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, like bosib qolishni unutmang do'stlar. Unda videoni boshladik. Let's go. Xo'p. Biz hozir endi tentlarni olishni yozib olamiz boshlabdi. Mana chiqdi do'stlar. Boshdan olib chiqamiz hamma tentlarni do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qolishni unutmang do'stlar. 100 ta podpisчик bo'laylik do'stlar. O'tgan kanalimda 100 ta podpisчик bo'lib, 200 ta podpisчикka oz qolganida meni YouTube akkauntimni o'g'irlashgani, ya'ni chopishgani do'stlar. Aytgandim sizlarga. Mana shunday yaxshi videolar chiqib turishini xohlasangiz kanalga obuna bo'lib, like bosib qolishni unutmang do'stlar. Xo'p, endi biz zajgalka olamiz birinchi navbatda. Bu yoqqa qo'yamiz, buni bu yoqqa. Xo'p, unda boshladik do'stlar. Let's go do'stlar. Mana bu birinchi TNT, buning ko'rinishi nimagadir o'xshayapti degan tushunmayapman. Xo'p, yoqdik do'stlar. Portlashini ko'raylikchi. Oddiy TNTga o'xshab portlar ekan-ku bu. Xo'p, unda ikkinchisini portlatib ko'ramiz do'stlar. Sariq TNTni 50+ deb yozilgan ekan do'stlar. Buni ham yoqdik do'stlar, ham ko'raylikchi. Nima bo'ldi? Qotyapti. Do'stlar, mana bunga qilinglar. Oho. Zo'r ekan. Xo'p, endi oq TNTni sinab ko'ramiz do'stlar. Mana qanaqa portlar ekan. Qiziq. Portlamayapti nimagadir hozirchalikka. Xo'p. Portlay. Nega portlamayapti? Hozir portlash kerak do'stlar. Nimaga portlamayapti? Portlab. Jon kelar bombani. Urib bo'lar ekan do'stlar bombani. Yana TNTni portladi. Nima bo'ldi endi? Qotyapti do'stlar. Voy. Telefonim qotib qoldi do'stlar. Menimcha katta bu portladi. Telefonim qotib qoldi. Qotyapti. Voy, juda ham qotyapti. Qani portladim bu? Qotishiga qaranglar do'stlar. What's up nigger? Do'stlar, menga qaranglar siz. Voy, bu yoqib yubordi bu hamma yerini. Qotganicha bor ekan do'stlar. Bu yerdan ozgina boshqa yerga ketish kerak. Bo'lmasa qotaveradi. Endi ko'k bombani yana yoqib ko'ramiz. Endi 5 tintikami? Do'stlar, tinti yo'q. Qayerga ketdi? Yo'qolib qoldim. Do'stlar, qayerga ketyapti bu tinti? Tushunmadim. Yoqdim do'stlar. Bu ham unday portlashi kerak. Yo'q, bu juda ham ikkinchisi bo'ldi. Bu juda ham pas portladi do'stlar. Mayli, xo'p.
De mana bu kızıl TNT'ni portlatıp göreylik. Oddiy TNT'ga o'xshar ekan bu. Hop. Qani bu? TNT qani do'stlar? To'xtangchi, boshqa qo'ydik. Nimaga yo'qolib qolyapti bu? TNT'lar tushunmayapman. Mana yoqdi meni do'stlar. Yo'qolib qoldi. Mana bunday ular. Bu yerda qana keldi ular? İkisini ko'raylik. Yine yo'qolib qoldi. Xo'p do'stlar, keyingi TNT'ga o'taylik. Bu TNT'lar bo'lmadi. Mana buni o'taylik. Men buni Nezerdagi daraxtlarga o'xshatyapman bu TNT'ni. Nimaga desa o'xshayapti juda. Xo'p. Hali portlamayapti. Shunday yaxshi videolar chiqishini xohlasangiz kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang do'stlar. Xo'p. Portladi. Qotdi yana bu do'stlar, menimcha. Ana portlagandan ham kuchli portladi bu safar. Bu undan ham nima desam bo'ladi? Kuchlisi ekan. Mana bu endi qizilni yoqib ko'raymiz do'stlar. Mana shu yerda. Mana topdim do'stlar buni. Xo'p. Portlashini ko'raylikchi. Xo'p. Do'stlar buni tekis joyda ko'rish kerak, bo'lmasa bo'lmadi. Mana shu yerda ko'raylikchi. G'or bo'lganiga bo'lmadi u yerda. Qani endi ko'rish kerak portlaganini. Portladi do'stlar. Kichkinaroq ekanda, lekin yaxshi portlar ekan. Xo'p, endi yashil TNTga keldik do'stlar. Tekisroq joylarda portlatsak yaxshiroq bo'lardi. Mana shu qolib qolishidan buzyapti bularni do'stlar. Mana shu yerda portlatamiz ekan. Mana shu yerda paydo bo'lib qoldi. Portladi. Xo'p. Mayli, bu ham normal, yaxshi ekan. Endi keyingi TNTlarga o'tamiz. Bularni ishlatganimizni darrov tashlaymiz. Xo'p. Mana bularni hammasini olamiz, bu TNT emas. Shularni hammasini olamiz do'stlar. Xo'p, boshda mana bu ekan. Mana shu ekan do'stlar. Nimaga ko'ryapti bu? Mana topdim. Xo'p, portlashini ko'raylik do'stlar bularni. Xo'p, oddiy portlar ekan bular ham do'stlar. Mana bularni ham portlataylik. Mana buni ham portlataylik. Oddiy portlar ekan. Hozir unchalik ham qarab chiqqani yo'q. Endi kislota shaklda ekan ko'raylikchi. Juda hisobni buzyapti mana shular. Qani ko'raylikchi, kislotalikni. Xo'p. Nima bo'ldi endi? Yo'qotdi yana bu. Menimcha katta bo'lib portladi. Qotdi do'stlar. Xo'p. Mana shuncha mehnatimiz uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang do'stlar. Xo'p, do'stlar, bu videoning ikkinchi qismi ham bo'ladi hali. Bu birinchi qismi do'stlar. Do'stlar, mana buni portlaganiga qaranglar. Ko'ryapsizmi do'stlar? Shuning uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang do'stlar.
Bugünkü video şulardan ibaret edi. Keyingi kısmı çıkışını kalsanız kanalga abone olup like basıp koymayı unutmayın. Video together dostlar. Hayır, together.